Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yangi xizmatchi bo'lsangiz kerak, a? Mahmudjon aytganda. Keling, ichkariga kiring. Mahtur, siz kiring. Men shu uyning bekasi bo'laman. Dam olishga ketgandim. Ertalab kelsam hamma yoq dabdala, ursib yotibdi. Lekin men kecha tozalab ketgandim. Bilmadim. Kelsam uyda hech kim yo'q. Kamronga telefon qilsam ko'chadaman dedi. Menimcha o'rtoqlar bilan o'tirishga ketgan. Xullas, kechga o'rtoqlarim kelish kerak. O'shaning uchun tezroq yig'ishtirib olasiz. Xo'p bo'ladi. Mahmud aka, aniq shu yerga tushirganmidingiz? Ha, aniq shu yerda tushirgandim. Yo'g'iga avtobusga ketaman degandi. Jin ursin, unga bekor qattiq gapiribman. Xo'jayin, xafa bo'lmang-yu, lekin bu yerda kutish foydasi yo'q. Keyin qayoqdagi bitta qizi deb bunaqa asabiylashish shart emas. O, menga qara. Ikkinchi u haqida bunaqa gap gapirmagan, tushundingmi? Tushundingmi deyapman? Tushundim. Kerak bo'lsa, butun shaharni ag'dar-to'ntar qilib bo'lsa ham topasan. O'tir mashinaga. Xo'p. Hormaydi Nozaxon. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Mehmonlarni yaxshi kuzatib oldingizmi? Ha, kuzatib oldim. Nozaxon, birpasda hamma joylarni tozalab bo'libsiz-a? Ha, tozalab bo'ldim. Umringizdan baraka toping. Avvalgi xizmatchimizdan ham ancha tezroq ishlarkansiz. Ham toza qilar ekansiz. Rahmat. Agar yana yumushlaringiz bo'lmasa, men bora qolay. Qayoqqa? Uyga borishim kerak. Kech bo'lib ketdi. Avtobusga ulgurishim kerak. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yedingmi? Rahmat. Qayerdan Keldim. kelibsan? Kuni bilan kimnidir izlading. Topdingmi? Topdim, oyi, topdim. Yaxshi. Mayli, men bora qolay. Yaxshi boring. Mahmudjon sizni kuzatib qo'yadi. Yo. Oyi, men o'zim kuzatib qo'yaman. Uni ustiga ko'chada ham ishlarim bor edi. Dilnozaxon, qani yuring.